Video boshlanishdan oldin Aziz Game kanalini tavsiya etaman. Bu kanalga kirib, obuna bo'lib, kommentariyasiga kirib, tarjimonlar kanaliga kirib, Steve Uzdan salom deb yozib qoldiringlar. Nima bolalar? Agar obuna bo'lgan bo'lsanglar hammaga rahmat. Video boshlandi. Sizlar bilan birgalikda o'sha Steve do'stlar, qo'sh do'stlar, bugungi videoda sizlar bilan birgalikda biz ya'ni YouTube'da comeback bo'ladi. Valla bizlar bo'lmasa Kuba orollari, короче, nima deydi? To'siqli, короче, vyjvaniyada bo'lamiz. Tushunmaganlar bo'lsa tushunib olasizlar. Bo'lsa biz sekin boshladik. Bratdan Welcome to Lab 166, Subject M87. We will be experimenting with confined spaces. In a world you will be transported to that is limited by force fields made from an unknown power that is tied to task completion. You will be completing tasks to increase the size of the force field. Your goal is to complete the tasks while in that confined space. Good luck. Please step on the teleportation pad when you are ready to be transported. Biz ketdik. Bola. Nimamchi? Bola. Bizga kerakli narsalarni olamiz, bilaman. Qotyapti. Manda ham. Bola o'zimizga kerakli narsalarni oldik. Shu daraxt qo'lab, bolalar biza shu daraxt qo'lab, ya'ni aniq qilishimiz kerak bolalar. Daraja ochishimiz kerak edi shu. Xullas, masjidni kattalashtirishimiz kerak. Do'stlar, videomizni zo'r chiqadi. Albatta like va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bu biz uchun juda ham zarur narsa bo'ldi. Mana ko'rsak. Bo'ldi, endi bizga crafting table yasashimiz kerak ekan. Aytibdi, davay biratan yasaymiz unda sekin. Toshqadilik. Biratan davay endi crafting table yasab tashlaymiz bolalar. Crafting table'da o'zingizlardan so'rasak bolalar, nima gap, nima bo'lyapti? Hammasi zo'rmi? Bizlardan so'rashinglar, hammasi chotki. Craft warden big. Hamcha bolalar bizga kirka yasadyapti, biratan. Kirka yasash easy men uchun. Nima yoqmadi buni? Kirka bola, kirka kerak. Cho'p yasa. Cho'pdan burada kirka. Endi keyingisi nima biratan? Ach bola bizga sekin pastga tushamiz. Qotayotgan bo'lishi mumkin. Manda ham bor. Nima qilamiz, o'ynaymiz. Albatta bo'ldi. Shu video yoqsa like, o'zingizlar bilasiz, like, comment yondirish kerak. Videomiz qisqarli chiqishi kerak bolalar. Ovoz bo'yicha muammo bo'lishi mumkin. Bu har doimgidek muammo. O'zi har doim muammo bo'ladi bolalar. Bilmayman. To'g'rilashga harakat qilaman dushi. Lekin baribir bolalar ovozimiz yaxshi emas. Ovoz nito bolalar, mikrofon ochishimgacha kerak deb mikrofon. Mikrofonimiz bo'lsa, vashsha bo'lardi. Ovozimiz ham bolalar. Shuni tushuninglar. Bolalar endi
ancha biza sekin. No, bratdan. Noda. Brat biza hozir endi esimizdan chiqib qopti. Restakka olib chiqish. Ну, bala, давай, ясенник. O, brat. Yana bala biz yangi dasturchini oldik. Da. Bitta qilicham. Bu bala tron qoatda eshitayotgan bo'lsanglar, bu degani biza vasha bo'lib ketamiz degani. Shuning uchun ham bala biza nima qilaylik bala? Davom etamiz sekin. Bala. Maksimalni video sifatini ham oshirib, bala kelib haliga yaxshi qilishga harakat qilaman. Da. Bala temir topsa yaxshi bo'lardi bala, lekin temir topsak juda ham zo'r ish bo'lar edi bala. Hadi. Temirrak topamiz bala endi. Oho, vaqt keladi bala. Temir topish uchun ham da. O'tda xayr bala. Ko'mir topdik da. Bala ko'mir yaxshi. Bala davom chiqishini xohlasanglar albatta yozib qoldiringlar. Albatta davom chiqadi va bundan qiziqarli bo'ladi davom bala. Buning uchun albatta like va kommentariy kerak. Bala, давай. Yozib tashladik. Bala olsak bo'ladimi? Bratan. Da bo'l tushundim. Ya'ni chiqib ketsam bala bizani boshiga otib yuboradi. Tushundik. Da. Bu mod juda ham aktivlashgan mod ekan bala. Narigi sandiqqacha boshimizga keladi bala. Da. Ko'mir qachondir qaynataylik bala. Kamerasini dasturchini bo'ladi. Shuni tushunishadi bala. Bala steak pishiramiz. Bala steak. Bala pishgan. Da. Butunlanchi. Da. Bratan. Bu tushunarli. Demak pishirish keragi yo'q. Da. Olmach. Olma ham pishmaydi da. Bo'lmasa bizda tosh. Bratan tosh pisharkan. Tosh qanaqa pishishini da. Brat bu bo'ldi. Brat tosh pishirib nima qilamiz? Ochir bo'ldi. Ochib bo'ldi bolalar. Yangi dasturchini olishimda kerak. Da. Nima yasasak bo'ladi bolalar? Hop bo'ldi. Nima qilardi? Bu shambalda sekin pastga tushib temir qidirishga otlanamiz.
Ну давай. Qidirib ko'ramiz. No, albatta yoqsa bo'ladi. Moment ayamizda videomizni yoqsa. No bolalar demay bo'ldi. No qarashib bo'ldi, biz faqat hozir nima deydi? Kirkamiz ham sinadida. No bolalar biza taxay pro. No bo'lmasam tepaga chiqib olaylik. Tepaga chiqsa bo'ladimi bola? Tepaga chiqaylik bola tepaga. Oh давай. Ketdi bola. Uda. Давай bola ketdik tepaga. No bo'lmasam bolalar biz mana shuncha rivojlandik. No. Albatta videomiz yoqqan bo'lsa like va kommentda ayamizlar. No keyingi videolarga ko'rishguncha xayr bolalar. No bo'lmasam videomiz ham tugadi.